Sanjarbek, ekşi so'ragan, ekşi sovliq, to'g'li sovliq, hisari deydimi, sariq kichkina puli yengilidan dedim, hammasidan bor hozir. Hammasidan bor. Hammasidan bor, hozir birin olib chiqib ko'rsatyapmiz. Maşallah. Aka, soniga 25 ta, yosh oyligi 6 oylikka dedik. Bo'yini nechiga beryapsiz aka bularni? 75 plus, eng kichigi 75 plus. Melisda havo issiq qo'chqorlarimiz yurgisi Minusi kelmayapti. yo'q, minusi yo'q. Minusi yo'qmi? Baland. Demak 70 Kamini 75 ga olishsin. kam 75. Obunachilarimizga narxchi buni. Narxida tasavvur. Qo'chqorlar aytdim, qo'chqorlar sovli. Bitta gapiringiz aka. 3 milliondan beringlar. 3 million so'mmi? 29 dan. Men aka, hozir saroyga yozuvga yetib kelganman aka. Obunachilar shaydan video o'qi deyishadi. Siznikidan boshqadan video qilmaymiz. Hammasini bir joyga olishsin Sanjarbek 2 million 800 mingdan bo'laveradimi? 2 million 800 mingdan. Ha. Hammasi bir joyga bo'lsa, Bo'ldi. Ma'lumotni obunachilarga o'zlari berib boraverasiz. Aka chantanning bahosini gapiring. Qo'lga tegadigan aytavering aka. 800 berasiz. Oxiri. Oxiri 800 dollar. Otingizga rahmat. Mana obunachilar ma'lumot Dostonbekning o'zlaridan olib boraverasizlar. Assalomu alaykum Muhammad Uz kanalining obunachilari, YouTube'da bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, kanalimiz a'zolari. Sizlarning Muhammad Uz kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bosayotgan layklaringdan, yozayotgan kommentariyalaringdan Alloh rozi bo'lsin deya 2026-yil 13-may chorshanba kuningiz hammalaringga fayzli va barakotli bo'lsin deya bugun biz videolarimizni boshladik. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar yig'ilgan saroyda kimnikida demaysizmi? O'sha mashhur Dostonbek ham xonadoniga. Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum Sanjarbek. Sog' salomatsizmisiz? Qo'ylarni olib kelibsiz aka. Zo'rlardan, xudo xolasa sariqlardan aka. Chak kam yopsiz aka. Ma'lum sabablarga ko'ra jicha pauza bo'lib qoldi. Obunachilarimiz Dostonbekdan qo'l qo'ying deyishaveradi aka. Mana boshladik. Gapsiz yo'q, bardavom bo'lsin. Gapsiz yo'q. Dostonbek aka sariqlarni qaydan olib keldingiz? Sen baribir aytmaysiz aka. Hamincha zo'r bo'lar. Obunachilar nima deyapti bu? Ko'ringlar. Obunachilarimiz elinib xudo xolasa mana shunaqasidan. Dostonbek aka, bular to'g'risida ma'lumotni berib boraverasiz aka. Men obunachilarimizga yetkazib boraveraman, kelishdik. Bo'ldi gap. Narxini ham bugun yengil qo'yamiz. Nimaga deysizmi? Hamisha yengil bo'lib kelyapti. Yengil qo'ysangiz, qo'ylar sotilaveradi aka. O'shanga har doim yengil qo'yadi. yo'q, gapsiz yo'q. Aka, bular to'g'risida bo'lmasam aka, ma'lumotni berib boravering. Obunachilar, Dostonbek aka soniga nechta aka? Soni 25 ta. Soniga 25 ta. Bari qo'chqormi aka? Qo'chqor hammasi. Hammasi qo'chqor variantidan. Aka mana. Obunachilar oq yuzlisidan siz oq yuzlisidan mana. Idilbay desangiz Idilbay, Arashan siz Arashan. Asli qo'chqorni qaydan olib keldingiz deyishim no'g'ri. Nimagaki qo'chqorni o'zi shuni ko'rgan odam, sariqni ko'rgan odam Idilbay, Arashan keptida Dostonbekka deyishadi. Mana obunachilar o'sha yuzi oppog'idan, qulog'i uzunidan so'raganlarga bor. Zot yo'nalishida bossangiz ham bo'laveradi, go'sht yo'nalishida bossangiz ham bo'laveradi bularda. Dostonbek aka, bularda aka, hop, soniga 25 ta. Soni 25 ta. Yosh oyligicha aka. 6 oydan o'tgan hammasi. 6 oydan o'tgan variantidan mana oq yuzdan deganga oq yuzdan ham bor aka. Dostonbek aka 6 oydan o'tgan degani aka. Endi misol meni tushunishimcha 7 oylik qo'chqor bo'lsa, noyabrda tug'ilgan bo'ladi, to'g'rimi aka? Dekabrski deng Sanjarbek. Dekabrski o'zi olaman. Ashni tushunchi. Gapsiz yo'q. Ana qo'chqor. Ana. Ha jonivor. Ana. Obunachilar. Mana yuzi tulab bo'pti aka. Mana bunda vashki. Garbonos yuzi. Mana. Go'sht yo'nalishiga ham xudo xolasa yaxshi kunlariga-ta. Yaxshi kunga aka, gapsiz yo'q. Otingizga rahmat, boringizga shukr aka. Aka, soniga 25 ta, yosh oyligi 6 oylikka dedik. Bo'yini nechiga beryapsiz aka bularni? 75 plus, eng kichigi 75 plus. Melisda havo issiq qo'chqorlarimiz yurgisi kelmayapti. Minusi yo'qmi? Baland. Demak, kamini 75 ga olishsin. Kam 75. Obunachilarimizga Telegramdan chiqasizmi obunachilar, Instagramdan yozasizmi, tepasiga kelib shuni ko'rib olasizmi? Yoningizga kelishsin, tashab chiqisholmaydi qizlar. Yo'q, gap so'zi yoningizga shuni yoniga kelib qo'chqor tepasiga kelib olishingizni xohlaymiz. Nimaga demaysizmi? Chunki
Qo'chqorni yoniga kelib ko'rsangiz, keyin qo'chqor ko'rinadi. Endi telefonda qanaqa ko'rinayapti bilmayman, lekin yoniga kelib olishingizni xohlaymiz. Nimaga? Katta yirik qo'chqorlar mana. Ha, jonivorlar. Dostonbek aka, bularda aka endi eng kulguniston yetib keldik. Narxiga. Nimaga tez gapiryapsan, nimaga tez olyapsan demaysizmi? Havo issiq aka, qo'chqorlar ham o'zi issiqda yurgisi kelmayapti aka. Yurmayapti, ko'ryapsiz. Yurmayapti aka. Asli aka, narxini chiroyli qilib qo'yib bersangiz bor-ku, Xudo xolasa kelgani shashilib qolishadi yoningizga aka. Narxi zo'r bo'ladi. Narxini necha pul qo'yamiz aka? 4 million 600 ming so'mdan. Hammasi bir 4 chinga million bo'lsa. 600 ming so'mdan. Alloh barakasini bersin. Gap siz yotdingizga rahmat aka, boringizga shukr. 4 million 600 ming so'mdanga hammasini oldim deganga obunachilarimizga aka buni qarang. O'tadigan yerini tez-tez o'tavering issiqda. Aka buni ham qiynamang aka, to'g'risiga. Obunachilar ham kuttirmaydi. Obunachilar nomidan mana 4 million 500 ming so'mdan obunachilar. Bor aka, gap siz yo'q mana. Obunachilar ashqu chiqadi o'shancha, bitta ushlanchi aka, mashqu chiqadi mana shuni ushlanchi. Qaysi mana uni? Leboy bittasi shuni ushlaydi. Bo'yini ishab ko'raman. Mana aka. Mana obunachilar. O chiqardi. O'sha tulovga kelib qoldi mana. Ular o'zi boshlagan tulov. Mana oldi orqasi o'sha tulashni boshlabdi. Yemda obunachilar qo'rqmay beradigan varianti mana shu. Qo'rqmay bosib, xotirjam yemda bosib beraverasiz. Nimaga? O'sha yem bersangiz yemni ko'taradigan variantidan. Endi realni yonida turibman, olishingizni tavsiya etaman. Dostonbek aka har doim qo'rangizdan qo'y qimmat chiqqan emas, misol arzon bo'lgan narsa misol. Narxini aka menga qarang. Kelishtirib ayting endi. Sanjarbek bundan kelishdi. Yo'q, zo'r bo'ldi aka. Obunachilar nomidan o'sha aybingizni yuvish uchun chiroyli qilib o'ting aka. Hammasini bir joyga olishsin. 4 million 400 ming so'mdan Alloh barakasini bersin. Samarqandgacha dastavkasi. Bor aka, gapsi 4 million 400 ming so'mdanga dastavkasi Samarqandgacha besplatni yetib boradi, xudo xolasa aka. 4 million 400 mingdan obunachilar olishlarini tavsiya etamiz. Nimaga aka? Qo'chqorlar shaxsan tepasi turibman. Qo'chqorlar zo'r, xudo xolasa. Mana oldi orqasi shu tulashni boshladi. Addenni bo'lsa, qo'chqor ko'rinadi, mana qo'chqor. Biroz issig'ida yurmagani hisobi ko'rinmayapti xolos. Lekin olishlarini tavsiya etamiz. Keyingi partiyalarimizga ham bormi yo'qmi aka? Shunaqa zo'rlari bor Sanjarbek, videoni o'tkazmay tomosha qilib turibsan, like bosib. Aha. Dahshatlari bor. Yo'q ay. Ishonavering. Aka qiziqtirib qo'ydingiz. Sog'liq so'raganlarga sog'lig'i bor. O'sha sog'liqni ham Dodbahasi zo'rlari bor. arzonidan. O'sha men boqaman. To'g'ri, hammasi kelganda endi hammasi aka. bor. Gap siz yo'q aka, otingizga rahmat. Obunachilar bo'lmasam biz navbatni keyingi partiyalarimizga beraveramiz. She'rgacha ko'rdingizmi? Like ni bosib, kommentariyaga Dostonbek otingizga rahmat, topganingizga baraka bersin deb qo'ying. Xudo xolasa like bosgan insonni qo'li dard ko'rmasin. Mana shunaqa qo'ylarda hammaga 100 talab, 200 talab, 1000 talab, 2000 talab boqishlik nasib qilsin. Niyat qilganlar bittadan like ni bosib qo'yasiz. Arkadaşlar, ikkinchi partiyamizni ham mana Xudo xolasa olib chiqib oldik. Dostonbek aka bular to'g'risida ma'lumotni berib boraverasiz. Men obunachilarimizga yana ulashib boraveraman aka. Aka, bu yerda soniga nechta? Soni 17 ta Sanjarbek. Soniga 17 bosh, bari Qo'chqor. qo'chqor. Aka, bularda pichmasi yo'qmi aka? Yo'q, anaqa sovlig'i yo'q Sanjarbek. Pichma sovlig'i yo'q, gapsiz yo'q. Mashalloh. Mana obunachilar sariq tilla rangida olib boqib, maza qilaman deganlar bo'lsa, Dostonbek akamga aloqa chiqarasiz. Dostonbek aka, bularda aka yosh oyligi nechiga beramiz aka? Yosh oyligi 5 oydan o'tgan Sanjarbek. 5 oylik atrofida aka. 5 oylik atrofida. Aka, bularni bo'yini nechiga beramiz aka? Bo'yini Sanjarbek bo'yiga talashgan emasman. 70 ga olishaversin. 70 ga olishaveradi aka. Pilusiganing rozi 70 eng aligisi. 70 ga 70 pilus ekan obunachilar, 70 ga olaverasizlar. 70 dan borgandan keyin shuni o'lchab olsangiz ham 70 dan baland chiqadi. Dostonbek akamga qolganini rahmatini aytib qo'yasiz. Dostonbek, siz jo'natgan qo'ydi biz 70 ga mo'ljallab oluvdik. Endi mana ziyonimizga kelgandan keyin qo'chqorlar 73 chiqyapti, 74 chiqyapti desangiz, siz ham xursand, sotgan odamlar rosa baraka topasiz, xudo xolasa. Dostonbek aka, bularda aka issiqda qiynamaylar aka. Eng qizg'in joyiga yetib keldik aka. Buni aka bitta narxini aka bomba qilib bitta aytingchi aka. Bismillahirrohmanirrohim. 4 million 200 ming so'mdan bering. 4 million 200 mingdanga. Hammasini bir joyga sotyapsiz. Tasavvur qilavering. 4 million 100 dan. 4 million 100 ming so'mdan gapsiz yo'q. 4 million 100 mingdan obunachilar mana. Yuzi qizilidan so'raganlarga mana. Yuzi qizilidan. Yuzi oqlaridan. Yuzi oppog'idan deganga yuzi oppog'idan olib kelibdilar. Dostonbek aka 4 million 100 mingdanga.
Aka bunu nasıl aytdi aka? Bunu aka bitta tindirib zo'r narx aytingchi aka, so'ramaydigan ayting. Bo'ldi, hammasini bir joyga olishsin 4 million so'mdan. 4 million so'mdan dastavkalari. Toshkentgacha. Buni aka voy. Ha, Samarqanddan aka. Samarqandgacha meni olishsin. Gapsiz yo, otingizga rahmat. Mana shunaqa martsizlar o'shanga bormanda aka. 4 million so'mdan obunachilar uyingizga shuni kirib boradi. Borgandan keyin xohlasangiz o'lchab oling, metrga qo'yib. Bitta tushirib oling, misol. 4 million so'mdan obunachilar sutimni qo'zimas. Bularni ham qo'hma yemga tashaverasiz. Nimaga aytsangiz, yemni xotirjam ko'taradi. Bemalol Dostonbek akamga aloqaga chiqaverasiz. Agar tepasiga kelib ko'ramiz desa aka, sunnatiga yana nimadir o'tib berasiz aka. Albatta. Kelishdik. Bitta achchiq choy damlab berasiz. Choy bilan Sunnatiga o'tib berasiz. bor, albatta. Gapsiz otingizga rahmat, boringizga shukur aka. 4 million so'mdan obunachilar olishlarini tavsiya etamiz. Bo'lmasam navbatda biz keyingi partiyalarimizga beraveramiz. Obunachilar 3-partiyamizga mana Tojikiston hisorisini o'sha velikanlardan, gigantlaridan, tikdumbalardan hisori qo'ydi, zo'rini olib boqaman deydigan obunachilarimizga mana tik dumbasidan. Buni ham o'sha go'sht yo'nalishi bossangiz ham bo'laveradi, zot yo'nalishi bossangiz ham bo'laveradi. Dostonbek aka, bular to'g'risida ma'lumotni berib boraverasiz aka. Men yana obunachilarimizga ulashib boraveraman. Aka soniga beyda aka 7 bosh ekan, 7 ta ekan. 7 ta. 6 ta qora, bitta sara variantdan aka. Aka 7 dan biri sariq sanchar. Yo, nodemaydi. 7 dan biri Xizr deydi, xudo xolasa. Gapsiz yo'q aka, joni hisobisi boringizga shukur. Aka bularni yosh oyligichi. Yosh oyligi Sanjarbek. Mana obunachilar 5 oy 6 oylik. 5-6 oylik atrofida xudo xolasa aka. Xo'p, aka bularni bo'yini nechiga berib beraveramiz? 75 ga olishaversin Sanjarbek. 75. Gapsiz yo'q, mashalloh. Yozib qo'yasiz obunachilar. Aka, buni sarig'i ham bitta bor ekan. Narxini kelishtiringchi aka. Narxi Sanjarbek вообще zo'r bo'ladi. Nech pul bo'ladi aka? 4 milliondan deyman, so'rab olaverasiz. 4 million so'mdan. Ha. Bor mana 200 dan kam bersin, 38 dan bersin. 3 million 800 ming. 3 million 800 dan. Aka, men uyingizga xabar keldi. Bitta obunachimiz Dostonbek bitta yengilroq qo'yib kerak deysiz. Hammasini olgan yo'q. Hammasi mana shu 7 ta chiqardingiz, 7 dan biri Xizr dedingiz. Bitta narx aytdimki, kelishtirib desalar. 37 dan. 3 million 700 ming. 3 million 700 ming so'mdan. Baraka gapsiz otingizga rahmat. 3 million 700 ming obunachilar olishlaringni tavsiya etamiz. Chunki mana Velikanni olib boqing. Maza qilib boqing, aytdi rahmat aytasiz, xudo xolasa. Ammo yemni berishaveradi bularga Sanjarbek. Yemni ko'taradigan variantda. Sinovdan o'tgan, sog'liq salomatligiga bir hafta javobi bor. Bir hafta bemalol yedirib, ichirib olaverasiz obunachilar. Demakki, sog'lom bo'lmasa badani bunaqa bo'lmaydi. Sog'lom bo'lmasa bunaqa qilib o'ynab turmaydi. Dostonbek aka rasabkasichi aka. Samarqandgacha vodiy bo'ylab umuman o'ylashmasin. Samarqandgacha da Besplatni yetib boradi. Uylariga yetib boradi, keyin pul sanashaveradi. Obbale, menga qarang. 12 ta viloyatdan telefon qilishadi. Qolgani yo'q, qolganini eshitib turing. Qolganini bor, Samarqandgacha tekin. Qolgani ham kelishib kelishdik. Nimaga deysizmi? Chunki obunachilarimiz aka hamma joydan ko'rishadi. Bo'ldi. Xorazmdan ko'rishib bor misol, to'g'rimi? Boshqa joydan Samarqandgacha meni hisobimdan undan yo'q kelishilgan holda bo'laveradi. Xudo xolasa gap so'z yo'q, boringizga shukur aka. Aka bo'lmasam yana partiyalarimiz bormi yo'qmi aka? Sanjarbek, ekchi so'ragan, ekchi sovliq, to'g'li sovliq, hisori deydimi, sariq kichkina puli yengilidan deydimi, hammasidan boradi. Hammasidan bor. Hammasidan bor, hozir birin-birin olib chiqib ko'rsatyapmiz. Mashalloh, bo'lmasam navbatga keng partiya beraveramiz. Sizlar uchun 4-partiyamizni ham mana Xudo xolasa olib chiqib oldik. Dostonbek aka 4-partiyasini ham aka soniga nechta aka bu? Soniga 9 bosh. Buni bari qo'chqormi? Yo'q, buni 5 tasi qo'chqor, 4 tasi sovliq. 5 tasi Qo'chqor. qo'chqor, 4 tasi sovliq. Soniga 9 ta aka, ha? Yosh o'ylik qanaqa aka bularni? Yosh oyligi 4 o'ynaveradi Sanjarbek. 4 oylik milis variantidan aka. Aka buni obunachilarimiz so'rasa sovlig'ini, addenni, qo'chqorini, addenni video qilib berdingizlar, ha? Buni qo'chqoringizdan zo'r ekan aka, ha? Bu zotga boqadigan bo'lib chiqadi-da bu. Xudo xolasa mashalloh. Aka buni bo'ylari nechiga beryapmiz? Sanjarbek 65
Plus minus alış olsun. 65 plus minusga. Soniga 9. Aka yosh o'yligichi, yosh o'yligini aytdikmi? O'shaligini to'ra plus minus degan sen. Plus minusda aka. Aka narxchi buni. Narxida tasavvur. Qo'chqorlar aytdim, qo'chqorlar sovli. Bitta gapiringiz aka. 2 milliondan bering. 3 million so'mmi? 29 dan. Men aka, men saroyga yoziga yetib kelganman aka. Obunachilar shaydan video o'qi, shaydan video o'qi deyishadi. Siznikidan boshqadan video o'qimaymiz. Hammasini bir joyga olishsan Sanjarbek 2 million 800 mingdan bo'laveradimi? 2 million 800 mingdan. Ha. Hammasi bir joyga bo'lsa 9 tasi 2 million 800 dan ketdi. Dastlabkasichi? Yo'q, qo'limda hali baraka Vodiy bo'ylab besplatni. Besplatni aytib boradi aka. Gap so'z yo'q aka. Otingizga rahmat aka. 2 million 800 ming so'mdanga obunachilar soniga 9 ta. Yarmi qo'chqor, yarmi sovliq variantida mana. Olaman deyishga mana olinglar mana xudo Shunda bir xolasa. qora qamashsa o'zidan o'zi ko'payaveradi Sanjarbek. Mana obunachilar yakka bo'lganda bir ko'ring. Mana. Hammasi tik dumba variantida. Dostonbek aka 2 million 800 mingga bor-ku. Ha. Ostonangizga kelishsa ash partiyangni oldim deysa bor-ku. Aka yana bir nima o'tib berasiz. Hayri sunnatiga kelishdik. Bexayr ish bo'lmaydi Sanjarbek. Otingizga rahmat. Bappar aka, gapsiz joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar soniga 9 ta. 2 million 800 ming so'mdanga xudo xolasa ostonangizga kirib boradi. Ko'ring, yoshli Dostonbek jo'nating deng, siraz jo'natadi Dostonbek aka. Agar ma'lumot kerak bo'lsa, Telegramdan shuni yozib yuboring. Yo bo'lmasam olamizning rakasini tashlab berishadi, tepasiga kelib, ko'rib, baraka berib olasiz xudo xolasa. Bo'lmasam navbatda keyingi partiyalarimizga beraveramiz. Shular shu 5-variantiga, 5-partiyasiga mana. Ha jonivorlar, uzunligini qarang buni. Dostonbek aka, bular to'g'risida ham ma'lumotni beravering aka. Soniga o'zi 2 dona ekan aka. Aka bularni bo'g'ozmi aka bu? Sanjarbek gumon narsa, kimdir bo'g'oz deyapti kelganlar. Ha, kelib ko'rgan odam bo'g'oz deyapti. Endi mendan qisirdi puliga olishaversin. Ha, qisirdi puliga ol. Biri ichiga kirib bilib bo'lmaydi. Yo, to'g'ri, asli bandamiz to'g'risi gap. Lekin obunachilar, buni kelgan odam mana qorin tashlab qolgan, yelin tashlab qolgan, yelin qo'zg'ab qolgan misol. Buni siz qisirdi narxiga oling. Avvalo xudo bir oy kuting misol, bir oy kutsangiz agar qaydan bilasiz misol topib olish ham mumkin misol. Nimaiki men ham realni yonib turibman, mana qorinlari osilib, o'sha yelin tashlab qolganda. Lekin bo'g'oz bo'lmasa badani bunaqa ham bo'lmaydi. Aka bularni bo'ylarini aka nechiga beramiz? 85 narveriga olishaversin. 85 narverisiga. Aka bularni rep aytaymi? Chini ishda buni. Eng qiziq shu dedi aka. Sanjarbek 4 taga endi chiqazyaptimi yo endi chiqazyapti, 4-chisini endi chiqazyapti. 4-chisini endi chiqazayotgan variantida. Mana obunachilar, mana bunday qarasangiz mana yelin tashlab qolgan, yelin qo'zg'ab qolganda. Lekin martob gapiryapti. Qisirdi narxiga oling deyapti misol. Qisirdi narxi qancha bo'ladi hozir bilamiz-da. Dostonbek aka, narxini aka bitta bomba qilib gapiringchi. Qisirdi narxini men bozorda bilaman. 7 milliondan 14 million beravering. 7 million so'mdan 14 million so'm. Bo'larmi yo aytasizmi? 200 dan kam berishsin. 200 ming so'mdan kam berishadi. Sanjarbek, narveri bu jonivorlarni ham qiynamaydi. Bir gap aytaymi aka sizga? Mana eshitib turing. Ha. Mana ikkovini 14 emas, 13 millionga olishsin. Vodiy bo'ylab Baraka otingizga. ras qisirdi puliga dedimmi, o'sha narxga beraman. 6 million 500 ming so'mdan jupi 13 million. 13 million so'm. Obunachilar, shuni oling tashlang, sirazi. Sirazi olib borib uyga tashab qo'ying. Nimaga demaysiz? Chunki sovliqni babachagini ham 4 million so'm deyapti-da. Misol 2 oylik, 3 oyligini ham 4 million so'm deyapti. Endi bo'g'oz chiqmasa nur ustiga nur. Chiqsa-da Sanjarbek gapingizni bo'lverdimi? Bu ularni baxti. Ha. Ishonavering. Bularni agar bo'g'oz ishonsa bo'g'oz desa, buni 8,5 milliondan qo'shing. Gapsiz yo'q. Obunachilar haqiqatan bo'g'oz variantda 8 milliondan tepa bo'lyapti. 8 million degan taqdiringizni ham. Avvalo misol narxi zo'r bo'ldi. 6,5 million so'mga ostonangizga kirib boradi. 6,5 million so'mga uyingizga 4 ish. To'g'ri gumonda 8 million so'm, 8,5 million sotilayotgan narsani bu ham bandaman deb qo'qqanidan mana qarang 6 million, 6,5 million so'mdan beryapti sizga. 6,5 millionga oling, narxi o'ta arzon.
juda chiroyli bo'ldi. O'sha hisori qo'ydi, bo'yni uzun variantidan ekan. Mana o'zi ham velikan. Hop. Qo'ylar arziydi. Keyin yana bitta narsa. Hop. Kimga zotka menga qo'y kerak desa, bitta zotka ham zo'ri bor. Yo'q. O'zim, ha. O'zim yetishtirib, bunday olib boraman desa, zotka haqiqiy zo'r. Kelajagi borda endi uni. 100%. Olmasam obunachilar navbatda o'sha partiyaga beraveramiz. Soat yo'nalishiga o'sha seleksiya hozir rivojlanyapti. O'sha so'raganlarga, obunachilarga navbatda o'shanga beramiz. Obunachilar mana zot yo'nalishiga so'raganlarga zot yo'nalishi olib kelib qo'yibdilar, lekin bitta-yu 10 ta o'rnini bosadi deb endi biz oldinroq aytdilar menga. Xo'p, Dostonbek aka, bularni buni ma'lumotini berib boraverasiz aka. Aka, buni bo'ylari nechi buni? Sanjarbek bo'yi 70 pil. 70 pil usti. 70 pil usti. Yosh o'yligichi? Yosh o'yligi 2 oyga to'lmadi hali. 2 oy to'lgan. To'lgani yo'q. Toshnisi. Bir oy 18-19 kun bo'ldi. 2 oyga to'lmadi hali. Aka, boqqansizmi buni? Ha, biz boqqan. Necha kun bo'ldi tug'ilganiga? 1 oy 19 kun bo'ldi uka. 1 oy 19 kunlik qo'zi, lekin obunachilar 4 oylik qo'ziga 3,5 oylikdan o'tgan qo'ziga solishtirib ko'ravering. Uzunligini ham, bo'yini ham solishtirib ko'ravering. 4 oylik qo'zi bilan deyarli baslashaveradi. Dostonbek aka, bu aka yungini nima bu? O'zi olinganmi yo tulaganmi bu? Sanjarbek, men o'zi tulab ketgan bu mana. Ha. Qorinjini o'zi tulab qolgan haligisini jecha yordam Mana, berdikmi? obunachilar tushirib yubordim. Mana, obunachilar simjun deydi mana. Chista zotga boqing, mana zo'rini boqing, mana bo'yni uzunida, mana qulog'i oq, yuzi oqidan boqing, mana parvarish qolasini. Dumbani mana tik dumba deydi. Buni o'zim parvarish qilib, Bel qismi bilan teng holatda turibdi obunachilar. Lekin hozir 1 oy 19 kunlik qo'ziga shu shablon necha kattalik qiladi, lekin qo'yni yonida shaxsan o'zim turibman. Lekin qo'y obunachilar arziydi, xudo xolasa. Dostonbek aka, buni ma'lumotini siz xotirjam o'zlariga berasiz, bo'ylarni o'lchaysiz, aka qachon tug'ilgan, buni otasi nima bo'lgan, onasi nima bo'lgan, bu ma'lumotni berib borasiz. Pulini nech pul aytamiz aka buni? Sanjarbek, endi nech pul deyishga hayronman-da sen. Nech pul deyishga hayronman? Ha. Endi men desam balandlik qilarmikin? $1000. Necha balandmikin? Necha o'tib beraymikin? Endi aka, va sizniki aka. Men bu qo'ylarga uncha tushunmayman to'g'risiga. Yo'q, 900 berishsa, $900. $900. Ha. Ma'lumotni o'zlari berib boraverasiz, kelishdik. Ma'lumotini berib boraveramiz. Bo'ladigan bahosi nechi pul? Bu qo'ylar tushunmayman aka. Konkretni bahosi. 900 yomon emas. Zo'r bilaman. $100 yomon emas. Obunachilar. Bir oyu 19 kunlik qo'zi. Bo'ldi. Ma'lumotni obunachilarga o'zlari berib boraverasiz. Akan chantinning bahosini gapiring. Qo'lga tegadigan aytavering aka. 800 berasiz. Oxiri. Oxiri $800. Otingizga rahmat. Mana obunachilar, ma'lumot Dostonbekning o'zlaridan olib boraverasizlar. Qadrlaring baland bo'lsin deya. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'ragan holatda keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Like bosish, kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin.